Hamma narsaning o'ziga yarasha tarixi bo'lganda, bu yerning ham tarixi bo'lsa kerak. Tog'ning yarim belidan suv chiqyapti-da. Salom do'stlar, hammalaringizga chin dildan omad. Like bosib podeshkada bo'lasizlar. Ko'rib turganingizdek, orqamizda nima deymiz, Surxondaryomi, bu taraf qayerga qaraysiz? Surxonda Dinovdan necha kilometr, adashmasam 30 kilometrmi, 50 kilometrmi beraqda ekanda. Yaqinroq ekan. Bir turish shu yerda video qilib ko'rsatib, men ham kelishga qaror qildim. Ajoyibot, kallani orom qiladigan joy ekan. Qarang, bir ajab. Like bosib qo'yasizlar. Tog'ning yarim belidan suv chiqyapti-da. Men ana turistni shunday ko'rdim, shunday ham menda vahima chiqyaptimi? Bir odamning kelgisi kelib ketadi-da, lekin tavsiya qilaman kelishda. Bir oromda, bir rahat bor, rahat. Da qarab tursangiz, dahshat. Agar yoqadigan bo'lsa, like bosingizlar. Shu yerning tarixini biladigan bo'lsangiz, kommentariy yozib keting. Bu tog'ning o'rtasidan bekorga suv chiqmaydi, tansan. Yarim belidan. Вообще dahshatmi?